Men sizdan Alloh uchun kechirim so'rayman. Meni kechiring. Ostonada baroat kechasi. Bugun shom namozi kirganidan keyin gunohlar mag'firat qilinadigan muborak baroat kechasi kirib keladi. Ushbu kechada bandalarning gunohlari kechirilishi bashorat qilingan. Biroq o'zaro arazlashgan, qalbidagina adovat saqlagan, vasilai rahmni uzgan kimsalar bu mag'firatdan mahrum qoladi. Alloh asrasin. Aslida kechirish juda oson. To'g'ri, balki dilingizni og'ritishgan, yaxshiliklaringizni bilishmagandir, ammo baribir kechirimli bo'lish yaxshi. Ko'nglingizga ozor berganlarni kechirish uchun o'zingizni ovutib, bahonalar to'qishga urinmang. Balki shuncha gunoh qilsangiz ham Alloh sizning gunohlaringizni kechirayotganini, u zot sizga lutf etayotgan beminnat ne'matlarni eslang. Ishoning, arazlashgan yaqinlaringiz bilan munosabatlarni tiklash, ko'ngildagi nafrat izlarini yo'qotish, qalbdagi og'riqni to'liq olib tashlash sizga ancha yengillik beradi. Baroat kechasi gina adovat, nafrat, arazlar, xafagarchiliklar unutiladigan, hamma bir-biridan rozilik hamda kechirim so'raydigan kecha. Bu kecha Alloh nasib qilsa yana 1 yildan keyin keladi. Lekin unga yana kimlar yetadi? Kimlar yetmaydi. Shunday ekan, yaxshi ko'rgan insonlaringizni mahkam tuting. Ularni yaxshi ko'rishingizni ayting, xatolarini kechiring. Bir kun kelib kech bo'lishi mumkin-da. Hayot gina saqlashga, g'azabga, rishtalarni uzishga arzimaydi. Ertaga biz faqat xotira bo'lib qolamiz. O'lim ruxsat so'ramaydi. Men sizdan Alloh uchun kechirim so'rayman. Meni kechiring. Ostonada baroat kechasi.